Mana hozirman oldin ham aytgandim. 2 hafta oldin aytgandim, что главный prioritet buy degandim. Haligacha buy. Men aytganimda narx mana bu yerlarda edi. Konkret tushdi narx. Bu специально tushyapti. Stop losslarni olish uchun mana sekin-sekin tushib ketyapti. Mana bu yerda signal hosil qilyapti, yana pastga tushyapti. Yana odamlarni ishontiradi, buyga yana tushadi. Ish qilib, mana shunaqa qilib, agar odam e'tibor bersa bozor harakatiga tushunadi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Kichkina time frame'ga kiradi, 1 minutlikka yoki 5 minutlikka doim shunga aralashib, chigallashib yotadi-da. Katta time frame'ni tepadan qarasa, katta time frame bu tepadan qarash degani. Tepadan qarasa tushunadi nima bo'layotganligini. Agar unda aniq strategiya bo'lsa va u tushunadi strategiya qanchalik ishlashi, necha foiz ishlashi mumkinligini. 100% hech qaysi strategiya ishlamaydi. Shuni amal qilsa tushunadi odam. Qoidalarga amal qilsa sezmaydi ham, tushunmaydi ham, to'ka slif bo'lib ketaveradi. Nimaga slif qilayotganligini, qayerda xato bo'layotganligini o'zi tushunmasdan o'tadi. Asosan umri tushunmasdan o'tadi. Xo'p, men haligacha buy degandim. Oldindan buy, haligacha buy, siz sellga hali o'zgargani yo'q, lekin noma'lum harakatlar bo'lyapti, lekin sell bo'lgani yo'q. Hozir men nimani kutyapman? Ayni damda meni kutayotgan narsam mana bu diapazon buzilib, korreksiya bo'lib, zakreplение olsa buyga kiraman va minimum mana bu уровеньgacha. Bu ham qancha bo'ladi? Ko'p emas, 140 punkt ekan. 140 punkt, lekin bu birinchi nima? Dalshi mana bungacha. Bungacha menimcha mana bu yerga kirsam, mana bu yerda yopaman va bu yerda alohida yana bitta zelka ochish niyatidaman. Ushlasham mumkin. Ma'lum bir qismini yopib, qolganini ushlash mumkin. Lekin yana bu yerga signal bo'lsa, yana kirish kerak buyga. Ayni damda bu yerda sell hali yo'q. Katta time frame'da ko'rsak yaxshiroq ko'rinadi mana. Ayni damda sellga o'xshayapti mana bu mana. Lekin sell emas deb o'ylayman. Qachon sell bo'ladi? Qachonki mana bu minimumni 1.1670 ni buzib zakrepleni olsa sell deb o'ylash mumkin. Sell deb qarayman. Ayni damda mana bu zakrepleni olgandan keyin buyga harakatlanish kerak. Bu birdan chiroyli zakrepleni olmasligi mumkin. Yana ko'ramiz. Agar bu aytganimda zakrepleni olmasa, signal bo'lmasa, men kirmayman, kutaman. Keyingi holatni kutaman. Xo'p, dalishi. Faqat sabr qilib kutish kerak. Agar kutmasak slif da kutmayman, hozir kiraman deyish mumkin. Bunaqa men qilganman. Sizlar ham qilishlaring mumkin. Faqat bu slif degani, tamom. Agar slif qilmoqchi bo'lsalaring, kiraveringlar любой joyga. Короче, bu yerda ham xuddi shunaqa funt dollar ham buy ayni damda bu yerda ham hali sell emas. Sell mana bu diapazonni buzib pastga zakrepleni olsa sell. Ayni damda buy deb o'ylayman. Yana ko'ramiz. Ayni damda sell yo'q bu yerda. Bugun konkretni korreksiya qildi. Men mana bu yerdan buyga kirgandim. Chunki men bu yerda уровень bor. Shu yerdan kirgandim, stop oldim. Yaxshi joy edi. Endi ko'ramiz. Bu ham xuddi shunday, boyagi aytganimday flat hosil qilib, zakrepleni olsa buyga kirishi mumkin. Oltin juda qiziq joyda turibdi. Oltin.
aytganimda, oldin aytgandim, analizlarda ko'rgan bo'lsalaring, mana bu yerdan mana bu уровень bor edi. Mana bunday qilsak, mana bundan, mana buni eng oxiri mana bundan qaytishi mumkin degandim va bu eng foydali, eng выгодный joyga keldi. Eng muhim joyga. Ayni damda ana shundan ketish ehtimoli juda yuqori. Bu birinchisi va bu eng zo'r kirish nuqtasi bo'ladi. Agar pastga buzib pastga o'tmasa, nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda bizda flat hosil bo'ladi va bu zakrepleni olgandan keyin bayga kirishimiz kerak. Va bizning maqsadimiz, birinchi tepamiz mana bu уровеньgacha, 4890 gacha. Bu normal bo'ladi. Короче, stop loss ham katta bo'ladi. Shuning uchun oltinda o'zi katta, shunaqa oltin ko'p yuradi-ku. Oldin shunaqa hisoblanadi va bu 470 punkt, lekin take profit 2800 punktda, pipsda 28500 pips. Bu seryozni. O'shanda qancha bo'lyapti bu? 1/7 bo'lyapti. 1/7 yurib beryapti. Yaxshi natija. Mana shuni kutish kerak va bu eng zo'r joy. Agar bunaqa signal bo'lmasa, pastga buzsa, demak kirmaymiz, ko'ramiz keyin. Pastga buzib zakrepleni olsa 1 soatlikda yoki 4 soat, 1 soatlikda, keyin mana bu minimumgacha ketamiz. Yuqori ehtimol bilan. Mana bu minimumgacha. 4085 gacha. 4090 gacha. Mana shu. Bu asosiy mening g'oyalarim. Men shunga qarab turibman hozir. Shunaqa gaplar.